Assalomu alaykum. Bugungi bemorimiz Lexus GS 250 2018 chek chiroqlari yonib qolgan ekan. Bunda bo'lib turgan muammo pechka radiatorda klapani ishdan chiqqan. Uni vazifasi pechkaga ketayotgan issiq suvni ochib yopishlik uchun. Asosan yozda issiq kunida pechkaga ketayotgan issiq suv uzilsa, konditsioner sovutishi yana yaxshiroq bo'ladi. Hop, skaner bizga yo'nalish berdi. Endi buni aniqlaymiz. Muammo datchikdami yoki bisimida? Klapan pechka shlankasini olib turadi. Ichki kirmaymiz. Kontrolkani minusga beramiz. Minus bor, kontrolkani minusga beramiz. Ikkinchi pechkani yo'laymiz. Xatoni o'chiramiz. Ozgina vaqt kutamiz-da, boshqatdan o'qiymiz. Xatoli o'chdi. Muammo klapanda ekan, qismlarida muammosi yo'q ekan. Yangi datchik qo'yamiz, xatoli o'chadi, egasini xursand qilishda yana davom etadi.